Multi-level readingda o'quvchilar qiladigan 3 ta xato va ularni qanday tuzatish mumkin? Birinchi xato: savolni to'liq tushunmaslik. Ko'p o'quvchilar matnda javob izlashga shoshilishadi, ammo aslida savol nimani so'rayotganini diqqat bilan o'qishmaydi. Natijada to'g'ri javob matnda turgan bo'lsa ham, uni noto'g'ri joy bilan bog'lashadi. Bunday holatda savoldagi kalit so'zlarga e'tibor bering va javobni o'sha hududdan qidiring. Ikkinchi xato: word sporing, ya'ni faqatgina so'z izlashi bilan cheklanish. Ko'pchilik o'quvchilar savoldan bir so'zni olib, matndan aynan o'sha so'zni qidirishadi. Ammo imtihonlarda parafrazlar, ya'ni sinonimlar va o'zgartirilgan iboralar ishlatiladi. Bu holatda sinonimlarni o'rganing va ma'no orqali javob topishga harakat qiling. Uchinchi xato va oxirgisi vaqtni noto'g'ri taqsimlash. Ko'pchilik o'quvchilar bir savolda qotib qolishadi va qolgan savollarga yetarlicha vaqt qoldirishmaydi. Bu esa oxirgi qismda shoshma-shosharlik, stress va noto'g'ri javoblarga olib keladi. Tavsiya: har bir matnga o'rtacha 15 daqiqa ajrating. Bir savolni 1 daqiqadan ortiq o'ylamang. Qiyin savolni belgilang va oxirida qaytib kelib bemalol bajaring. Mana shunday foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'ling.